Bu klientimiz Pokistondan kelgan ekan. Boshiga bir tushirib ishimizda davom etdik va tutqich bermagani sababli uni bo'g'izlashga majbur bo'ldik. Keyin unga sochlarini yonlarini olsak qanday chiroyli chiqishini aytdim, lekin ma'qullamadi, lekin bilganimizni qilib olamiz. So'ngra suv sepishni boshladik. Shunaqangi qaqshab ketgan ekan, bir chelak suv ketdi. Sochni namlab bo'lgach qaychi bilan ola boshladik. Qo'ydi, yungidan ham qalinlashib ketgan ekan. Anavi orqadagi qora bola videoga tushishga urindi ancha, lekin oxir-oqibat tushdi. So'ngra klientga telefon kelib qoldi. O'shaning sababiga ancha vaqt cho'zilib ketdi. Unga panetka bera boshladim. Ja tushunmagandan keyin 2 shabatcha ham berildi. Bir payt eshik ochilib, uning Magic do'sti kirib keldi. Ular juda ko'p suhbat qurishdi. Sochni olib bo'lgandan keyin sochni birinchi chapga tarab ko'rdik, keyin o'ngga tarab ko'rdik. Baribir foydasi bo'lmadi. Sochni ming chiroyli olgan bilan basharasi to'g'ri kelmasa bekor ekan. Sochini olib bo'lgandan keyin pulim yo'q degani uchun ko'tiga bir tepib haydab yubordik buni o'z qabilasiga, Pokistonga.